pul bo'lish kerak hammada. Boy bo'lish kerak hamma. Boy odamlar, men bitta narsaga ahamiyat berdim. O'sha boy odamlar ular dobri bo'lar ekan. Dobri. Kambag'allarga ahamiyat berdim. Ular hayotdan xafada. Mana shu hech nimaga erisholmadi. Alloh bermadi, nechilar bir so'rayapti, bermayapti, ichida alami bor deb o'shaning uchun undan oladi alamini, bundan oladi alamini. Kimdir boyib ketsa, ha, boylar u dunyoda jahannamda yonadi. Boylikka qiziqmagin deb qo'yadi. Biz pulimiz bo'lmasa ham baxtlimiz deb qo'yadi, o'zini o'zi aldab qo'yadi. Qanaqa baxt bo'lishi mumkin? Pulsiz baraka topinglar, tan olinglar, pul kerak baribir. Pul bo'lmasa, masalan, mana telefoning bo'lmaydi, meni ko'rmaysan. Puling bo'lmasa, senga bitta non berishi mumkin. Bir kun beradi nonni, 2 kun beradi nonni, magazin oxirida turay deydi. Hamma joyda pul kerak. Ishlash kerak, lekin halol ishlash kerak. Mana shu joyi bor. Hech kimni haqqini yeyish kerak emas. Niyatni to'g'ri qilish kerak. Pul topish kerak, boy bo'lish kerak, ehson qilish kerak, baxtli bo'lish kerak. Kim uchun? O'zing uchun. Sabab baxtli odam atrofga baxt tarqatadi. Baxtsiz odam atrofga baxtsiz tarqatadi. Qaysi biri yaxshi? Qaysi baxtli bo'lgan yaxshi? O'zing uchun ham, atrofdagilar uchun ham. Baxtli odam oldiga hamma boravergisi keladi. Agar mana qachon borsang, mana shunaqa deb pulim yo'qda, mana shunaqa deb qiynalib ketdimda, kasalmanda, pulim deb yig'lab o'tirgan odamlar hamma qochadi. Shuni ko'rmay qo'ya qolaylik. Borsang bu dardini aytib ketadi. Shunday chiqib ketaman. Shu odam bir energiyamni olib qo'yadimi, bir nima shuni oldiga borsam, keyin boshim og'rib, mazam bo'lmay qoladi. Nima uchun? Uni energiyasi до такой степени низкий vibratsiyada yashaydi u odam. O'sha sani ham energiyangni so'rib oladi-da, o'shaning uchun borging kelmaydi. Atak men bu hayot go'zal deb turib, hamma narsaga yengil qarab, yengil tak ayol demayapman. Hayotga yengil qarab, через розовые очки, masalan, shunday hamma narsa yaxshi, hammasi yaxshi. Allohga shukr, minnatdorman, boriga shukr deb turib, lekin to'xtamasdan harakat qiladigan odamni hamma yaxshi ko'radi. Men ham yaxshi ko'raman shunaqa odamlar. Dardini yetib o'rgan odam mana borgim kelmaydi. Chaqirsa ham bormayman. Vaqtim yo'q edi, bugun darsim bor edi, bugun qizim masalan, nimaga bormayapsiz? Borsang, hozir dardini yetadi, 2 soat o'shani eshitib o'tirishim kerak, menga kerakmi deyman. Menga kerak emas deyman. Men o'sha dars o'qiyman, men rivojlanaman, men bilim olishim kerak, men xalqqa hali qancha bilim berishim kerak deyman. Понимаете, shuning uchun men uchun bu dunyo jannat. Mana shu dunyoni jannat qilishimiz kerak. Bu sababi Alloh taolo yozib ketgan joyi bor-da. Men yo'qdan bor qildim deydi, sen bordan bor qil deydi. Bizning ishimiz shu, bordan bor qilish, rivojlanish. Mana shu olamni Alloh taolo bizga ishonib berib qo'ydi. Biz mana shuni dalsha rivojlantirishimiz kerak. Dalsha chiroyli qilishimiz kerak. Qilyapmiz-ku. Mana Toshkent City masalan, qanday chiroyli, Toshkentning o'zi qanday chiroyli. O'shani Alloh taolo qurdi deysizmi? Bandasi qurdi-ku. Masalan, Isroillar qurdi, mana shu qo'llari bilan qurdi.